texnik anaqalarimizni to'g'rilab Ovozimdan chiroyli gaplar gapiraman, prikolim. Ignotarim haqida gapiraman. Ismi chiqadi. O'rtada ham nima deyim, ko'rasiz. Telefonlaringlarni ovoz rejimiga o'tkazsanglar, treningga boshlaysiz. Oyog'i yaxshi ko'rinadi. Ammo onlayn kuzatuvchilarimiz internetingiz yaxshi ishlaydigan joyga joylashib, tinch xonaga kirib eshitishlarni so'raymiz. u tarafda yaxshi ko'rinadi. Hozir Guldiroz haqidagi ostida trening boshlash uchun shunaqa insonga so'z bermoqchiman. U inson oliy toifali paleolog shifokor bo'lsa ham o'zidakor mahsulotlardan yuqori natijaga erishgan o'zlarini sog'liqlarida. Endi hozirgi kunda juda ham ko'p insonlarni sog' bo'lishiga sababchi kelayotgan. O'zbekiston bo'ylab juda ham ko'p insonlarni sog'lig'ini tiklashga sababchi bo'lgan. Bugungi hozirgi holatda Davlat tashkilotining bosh rahbari nutritsiologiya yo'nalishi bo'yicha o'rinbosari Dilfuzaxonim Mahmudova. Assalomu alaykum hammaga. Bugun yana bir bor ko'rib turganimdan xursandman. Chiroyli ko'zlaring yonib turibdi. Bilmadim, onlayndagilar ham ko'zlari yonib turgan bo'lsa kerak. 3 dan o'tdi, 3 bo'ldi. Qachon boshlaydi bular deb. Avvalo nima demoqchiman? Qarang, har bir kunimiz bayram deyman doimo, lekin biz yillar davomida bu bayramni his qilmay yashaymiz. Juda ko'p holatda shunaqa bo'ladiki, qachonki o'sha chiroyli yashayotganingizni his qilasiz, qachonki sog'ligingiz bilan yoki juda yaxshi qalbdan yaqin ko'rgan insoningizni salomatligida nimadir muammo bo'ladigan bo'lsa, shu vaqtgacha zo'r yashagan ekanman deb qo'yamiz, shundaymi? Lekin bilmaymizki, o'sha salomatlikdagi bo'lgan masala ham, endi men muammo emas, masala deyman, chunki masalani kamida 10 ta yechimi bo'ladi hamma vaqtda. Mana bu masala ham sizga tepadan kelingan sinov bo'ladi. Siz qayerdadir, qanaqadir radarga tushib qoldingiz, narusheniya qildingiz, Alloh sizga chiroyli sinovni beradi. Bugungi temamiz nima ekan? Jigar. Jigar qayerda bo'ladi o'zi? Qayerda? Berdami, qonimizdami, orqamizdami, qayerda jigarimiz? O'ng qovurg'a ostida bir qismi, shundaymi? Tanadagi eng katta filtr organ bez bu jigar bo'ladi. Og'irligi ham 1,5-2 kilogramm keladi. Qarang, jigar shunaqa murakkab ishlarni bajaradiki, uni bemalol juda chiroyli jihozlar bilan, nimalar bilan, mahsulotlar bilan jihozlangan katta laboratoriya deb tasavvur qilsangiz bo'ladi. Mana ximiyada maktabda o'qigan, siz laboratoriyaga kirganingizdan o'sha ximiya fakultetining hidi bo'lar-da. Shu ximiya darsini yaxshi ko'rmaymiz, shundaymi? Sassiq bo'ladi deymiz. Ana shu xuddi shunday juda katta ishni bizning jigarimiz bajaradi. Qarang, bu shunaqa katta zavodki, bu jigarda bu 500 dan ortiq vazifani bajarar ekan. 5 ta emas, 15 ta emas, 500 dan ortiq vazifani aynan jigarimiz bajaradi. Jigar nima ish qiladi? Eng birinchi organizmda qonni tozalash funksiyasini bajaradi. Jigar juda chiroyli filtr. Mana erkaklar mashina haydasa, vaqti bilan filtri almashtirib turadi. Almashtirmasa, filtr ifloslansa, ming chiroyli yoqilg'i solganingiz bilan uni yurishida biroz muammo bo'ladi. Bizda eng katta filtr bu jigar bo'ladi. Endi qarang, shuning uchun ham u organizmda qonni tozalashda yordam beradi. Bundan tashqari jigar organizmda vitamin A, B12, D kabi vitaminlarni to'planishiga ham yordam beradi. Agar bu vitaminlar yetarli bo'lmasa, tanada zreniyada, ya'ni ko'rish o'tkirligida muammo bo'ladi. Hattoki oddiygina shamollashdan tortib bepushtlikkacha bo'lgan muammoda birinchi jigardagi yetishmovchilikdan boshlaydi. Shuni esingizda tursin. Oddiy tez shamollashdan tortib to bepushtlikkacha bo'lgan jarayonda jigarda ana shu vitaminlar sintezi yaxshi bo'lmaydi, normada bo'lmaydi, chunki unga kerakli mahsulot jigarga kirmaydi va shu kasalliklarni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari jigar biza ovqatlanamiz, energiyani ovqatdan olamiz, shundaymi? Ovqatlanish jarayonida har bitta yeyotgan bir qoshiq luqmamiz yoki bir tishlam nonimiz juda murakkab kimyoviy jarayondan o'tadi. Aynan shu jarayonda ularni zararsizlantirish, zaharli moddalar hosil bo'ladi. Mana ozginagina ovqat
muzlatishga qo'ymay qolib ketsa, bu kunisiga u buziladi. Agar teginmasangiz, butun uyda havosini buzadi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa holatda parchalanadi ovqatlarimiz. Endi bu davrda juda ko'p toksinlar, zaharli moddalar chiqadi. Ana shu sog'lom ovqatda o'zimiz yaxshi deb sanagan ovqatimizni jarayonda parchalanishda hosil bo'lgan toksin moddalarni ham jigar filtrlaydi. Lekin bu filtr jarayoni 1 sekundga ham to'xtamaydi. Jigar hech qachon to'xtab dam olmaydi. To'xtaganda ham u o'zidagi toksinlarni tozalash bilan shug'ullanadi. Endi qarang, bundan tashqari jigar, mana biz nazorat qilmaysiz. Kimdir shirani ko'p yeydi. Kimdir shirinlik yemasa ham non yeymiz dasturxonimizda. Bormi? Guruch, oshni ko'p yaxshi ko'ramiz, kartoshkani yaxshi ko'ramiz. Ya'ni shirali mahsulotlarni polimerlar, ular parchalansa, guruchimiz ham, o'sha nima deydi, o'simlik mahsulotlari ham yoki mana kartoshka ham parchalansa, shakargacha parchalanadi. Qonda shakarning miqdori qancha bo'lishi kerak? Uni miqdori bor, shundaymi? Agar miqdori oshib ketsa nima deymiz qon topshirganda? Qandli diabet bo'pti, sahr bor ekan deb vahima qilamiz. Endi sog'lom organizmda qonda shakarning miqdori oshib ketadigan bo'lsa, jigar uni olib ortiqchasini qonda, jigarda glikogen holatda to'playdi. Ortiqchasini. Agar biz uglevodlarni kamroq iste'mol qiladigan bo'lsak, shirinlik yemaydigan bo'lsak, endi qonda kamayyapti shakarning miqdori, endi jigar o'sha to'plagan glikogenni shakarga eritib, yana qonni tarkibiga qo'shib qo'yadi. Ya'ni jigar o'zi boshqaradi. Qonda yetyaptimi? Ortiqchami olib jigarda to'playdi, kammi parchalab yana jigarga qo'shadi. Qonga qo'shib qo'yadi. Shundaymi? Ana shuning uchun ham agar jigar kimda qandli diabet yoki qandsiz diabet bilan moyillik yoki shu bilan og'rigan bo'lgan bo'lsa, bilingki uni jigar bilan o'tida muammo albatta bor. Tushunyapsizmi? Chunki jigar boshqaryapti qondagi qandning miqdorini, ko'pini yoki kamini. Bundan tashqari organizmda jigarning shunaqa xususiyati borki, bu o'sha qonni sintez bo'lishi uchun ham juda ko'p faoliyat yuritadi. Masalan aytamiz, biz mahsulotni 3 oydan 6 oygacha lecheniya qilish kerak deymiz, qanday mahsulotlar. Nima uchun shunaqa deymiz? Chunki qonimiz 120 kundan 140 kungacha yashaydi. Endi qarang, eritrotsitlar yashayapti, qizil qon tanachalar, ular o'ladimi 120 kunda? Qayerga ketadi ular? Qayerga ketadi o'lgan eritrotsitlar? Parchalanadimi? Har bitta qon hujayrasi 2 qismdan iborat. Uni gemoglobin qismi, globulin qismi bor va gem qismi bor. Gem qismida temir +2 ioni bor, qaysi qonga qizil rang beradi. Globulin qismi bu oqsil qismi. Tushunyapsizmi? Endi u o'zini faoliyatini yashab bo'ldi. Eritrotsit o'lish kerak. Shundaymi? Uni gem qismi, temir qismi suyagimizni ko'mik qismiga ketadi, yangi eritrotsitlar shakllanishi uchun. Uni oqsil qismi jigarga keladi-da, o't qopida nima bor? O't suyuqligi bormi? U bilirubinga aylanib, o't suyuqligini hosil qiladi. Shuning uchun ham qayermizdadir o'lgan eritrotsitlar to'planib, qabriston hosil qilmaydi. Tushunyapsizmi? Ana endi sizda temir elementlari yetarli bo'lsa, agar sizda o'zi temir yetmaydigan bo'lsa, nima qiladi? Doimiy surunkali kamqonlik kelib chiqadi. Demak, jigar organizmda o'sha qonni tozalanishda va yangi qon hujayralari, umuman o'sha o'lgan eritrotsitlarni bilirubinga aylanishda o't suyuqlik hosil bo'lishda ham jigarning funksiyasi katta. Yana bitta shunday xususiyati borki, organizmda jigar yaxshi termoregulyatsiya vazifasini ham bajaradi. Tana haroratini sovutishda, isitishda. Chunki mana biza nafas olamiz, doim doktorlarimiz aytadi, ovqat yemasdan qancha yashash mumkin desa, siz aytasiz qancha deb? 40 kun yashash mumkin deysiz. Suv ichmasdan qancha yashash mumkin desa, uzog'i 7 kun, 1 hafta deymiz. Lekin nafas olmasdanchi? 1 minut, 5 minutgacha. Shundaymi? Lekin u ham xavfli, chunki 5 minutdan ortiq organizmga kislorod kirmasa, allaqachon nerv hujayralari juda kislorodga sezgir, ular o'lib boshlaydi o'zidan o'zi. Ular sekin-sekin o'ladi. O'lgan nerv hujayralarini o'rnini tiklash juda qiyin masala. Tushunyapsizmi? Endi jigar organizmni burni hisoblanadi. Masalan, eslab qolishlar aytay, qo'polroq qilib, burni, jigarimiz toza bo'lsa, organizm butun tana kislorodga to'yinib turadi. Tushunyapsizmi? Agar jigar ifloslansa, endi burningiz bitib qolsa, qanaqa
maza qilib yurolmaysizku, to'g'rimi? Xuddi shu holatda organizmda gipoksiya boshlanadi. Ya'ni butun tanada. Tushunyapsizmi? Aslida nevropatologlar bosh miyada gipoksiya degan diagnoz qo'yadi, lekin men eslab qolishni aytaman, jigar organizmni kislorod bilan ta'minlab beruvchi depo. Ya'ni markaz. Shuning uchun ham kislorod bor joyda nima bo'ladi? Energiya, kuch-quvvat. Kuch-quvvat bor joyda nima bo'ladi? Kayfiyat bo'ladi. Tushunyapsizmi? Tabassum bo'ladi, kayfiyat bo'ladi. Endi qarang, buni funksiyasini aytsam 500 ta funksiyasi sanagancha o'zi kechgacha o'tashlaying to'g'ri keladi. Xo'p, bildilaring, jigar kasalliklarida juda xilma-xil kasalliklari bor. Virusli gepatit. Hozirgi paytda rosa eng alam qiladigani случайно deymiz, tasodifan aniqlanyapti, что qonda gepatit borligi. Oldin faqat bog'cha bolalar sariq kasal bo'lgan, to'g'rimi? Maktab bolachalar bo'lgan, lekin gepatit A formadan ko'ra B, C, D formasi, yashirin formasi hozir ko'proq, shundaymi? Bu virus tanangizdan chiqib ketishi ham qiyin. Sizni nima qiladi? Uzoq vaqt sudrab olib borib, mayib qilish xususiyatiga ega. Alkogol gepatiti, surunkali gepatitlar, jigar sirrozlari, yog'li va pigmentli gepatozlar, jigarni toksin distrofiyasi. Umuman o'zi har qancha sog'lom ovqatlanishga harakat qilmang, jigarda baribir toksin bo'ladi. Nima uchun? Chunki aytdimki, yegan ovqatimizda va ovqatlarimiz tarkibida shunaqa narsa borki, umuman hazm bo'lmaydigan mahsulotlar bor, ranglar bor, mazani ushlab turuvchi narsalar bor. Shuning uchun doim aytamanki, nimadir sotib olyapsizmi, uni upakovkasiga, ko'rinishiga emas, uni tarkibini o'qib turib, iloji boricha kamroq ishlov berilgan mahsulotlarni oling. Mana kim guruch hamma sotib olsa kerak, shunday iloji boricha yaltiroq toza guruchlarni olishga harakat qilamiz. Endi sizga tavsiya qilaman, guruch olganda, qo'lingiz bilan ushlaganda uni qo'lingizga surtilib qoladigan bo'lsa, iloji boricha shunaqa guruchlarni oling. Yaltiragan guruchlarni emas. Oldin rosa guruchlarimiz uni chiqardi, o'shanga soch yuvardik, sochimiz tolalari yaltirab turardi. Enalarimiz aytadi, guruch suv bilan yuvinglar deb. Shuni hozir guruchda unaqa narsa yo'q, hammasi nima qilingan, qayta ishlov berilgan toza guruchlar. Endi mana kim ovsyanka, nima deymiz, Gerkules deymizmi? Sotib olasiz. Iloji boricha ham uni upakovkadagi emas, ishlov berilmagan donli formalarini. Umuman nima olsangiz ham donli formalarni olishga harakat qilinglar, чтобы ustki qobig'i bo'lsin. Uni o'shanda jigarimizni qiynalmaymiz. Bu yana qaytib toksin moddalar. Endi qarang, hozirgi paytda juda ko'p uchraydigan gepatitdan tashqari sirroz degan narsani ko'p eshityapmiz. Jigarda eng ko'p uchraydigan narsa sirroz. Endi qarang, gepatitni formasida hammasida nima bor? Yashirin davri bor. Turg'un davri bor, surunkali tusga o'tish ehtimoli bor. Bular hammasi qarang, charchoq, isitma, og'riq, tanada sariqlik. Tanada sariqlik chiqqanda o'sha ancha avjogan bo'ladi. Lekin charchasak, siz hech o'zingiz o'ylaysiz, bugun ko'proq yurdim, charchadimda yo kamroq uxlavdim, charchadimda deb qo'yamiz, shundaymi? Faktiski insonda agar jigar polniy butun ikkita burni bilan nafas olib tanaga kislorod berib tursa, bizda charchoq bo'lish kerak emas. Afsuski, hozir nafaqat yoshi katta ulug'larda, naborot g'ayratli, yoshlarimiz nima qilib boryapti? Shalvirab ketib boryapti. Men aytaman, orqasidan qarang, yigitni deyman. Yo uylangan, yo uylanmagan. Uylansa ham kecha uylangandir. Nima qiladi? Qanday qilib yuradi? Kuzatganmisizlar? Qizlarni, yigitlarni Morasa ko'p kuzataman. Chunki piyoda yurishni yaxshi ko'raman. Bir yelkasi baland, bir yelkasi past. Sumkani osib olgan mana past yelkaga. Shundaymi? Yursammi, yurmasammi? Shundaymi? Yur joning borday. Bor etiroq endi shunaqa. Shunaqa narsaki, bitigina ishi global masala. Nimaga? Chunki jigar toksinga to'la. Jigar organizmga bermayapti energiyani. Batareyaga o'lib qolgan. Tushunyapsizmi? Energetika markazi yo'q. Shuning uchun ham xuddi shunday. Energiyasi yo'qmi? Demak, jigarda nima bo'ladi? Endi qaranglar, dunyo aholisi virusli gepatitdan qancha ekan? 400 million. U nechta raqam bo'ladi? Tasavvur qilyapsizlarmi? 4 million demayapman, 40 million demayapman, 400 million deyapman. Va eng achinarlisi nima bilasizlarmi? Jigarda nerv hujayrasi yo'q. Biz bilmaymiz. Choriqday birdan bizaga qara demaydi u. Sudrab yuraveradi.
tushunyapsizmi? Shu orada farzandli ham bo'lasiz, boshqa ham bo'lasiz. Mana qarang, bu endi alkogolda, nafaqat alkogolda, boshqada ham xuddi mana sog'lom ichak, steatoz degani yog' bosib boshlaydi sekingina, jировой gepatoz deymiz, yog'li gepatoz. Undan keyin struktura buziladi. Fibroz degani bu yerda to'qima o'zgaradi. Jigar to'qimasi ham boshqa biriktiruvchi to'qima shakllanadi. Va sirroz, endi sirrozda jigar hujayralari o'ladi. Ular parchalanib ketadi va oxiri bu gepatokarsinoma, bu rak degan. Gepatokarsinoma bu jigar raki va bu eng tez o'sadigan rak hujayrasi. Karsinoma umuman bilasizlar, onkologiya yaxshi sifatli bo'ladi, yomon sifatli hujayrasi. Endi qaranglar, jigari shunaqa xususiyati borki, ular yallig'langandan keyin 6 oy, даже bundan ham ko'p siz sezmaysiz ekan bu narsani. Tushunyapsizmi? Charchoq bo'lib, bir kun unday, bir kun bunday. Sog'lom jigar u g'adir-budir bo'ladi. Mana jigar olib kelib ko'rgansizlar, mana ayollar to'g'raganda silliq, g'adir-budir bo'ladi. Ichida zirnistiy, qumli narsalarga o'xshagan. Yog'li gepatoz manaqa bo'ladi, jigar sirrozda bu struktura bo'linadi. Xo'p, simptomlari qanaqa? Simptomlarni boya ham aytdim. Jigarda holat bo'ladigan bo'lsa, biz eng e'tibor qilmayotganimiz dardimizni yeb og'ritmaydi. Shu sudralibgina yuraveramizda, shuning uchun nima qilmaymiz, bezovta qilmaymiz. Agar jigarda toksin ko'p bo'lsa, teri bilan bog'liq muammolarda, ko'z bilan bog'liq muammolarda albatta jigarga e'tibor qilish kerak bo'ladi. Keyin qandli diabet, endokrin sistemasi muammosi ham nima bilan bog'liq bo'ladi? Jigar bilan bog'liq bo'ladi. Xo'p, jigarda, gepatozda qanaqa yo'l bor? Umuman buni jigarni asrashimiz mumkinmi? Klassik tibbiyotda jigarda agar shunaqa holatlar bo'lgan bo'lsa, oxirgi chora nima qiladi? Jigar ko'chirib o'tkaziladi, ya'ni transplantatsiya qilinadi. Agar boshqa insonni jigarini qabul qilib, birga o'rtoq bo'lib yashab ketsa, xo'p. Agar uni itarsa, bo'lmaydi. To'g'ri, buning uchun juda kuchli laboratoriya tekshiruvlar o'tkazadi, lekin bu juda ham nima desam, ham cho'ntagimizga, ham tanamizga og'riqli jarayon. To'g'rimi? Juda ham ko'p hozir bu narsani qilishyapti, og'riq jarayon. Xo'p, nima qilishimiz kerak jigarni asrashimiz uchun? Qanaqa yo'li bor? Nima yo'li bor deb o'ylaysizlar? Yo'li bormi? Gepatitdan saqlash, jigar sirrozining oldini olish, natijalar ko'p. Qanaqa yo'li bor ekan? To'g'ri ovqatlanish, gazli ichimliklar ichmaslik. Agar endi siz jigarda muammo tug'ilgan bo'lsa, allaqachon siz kasallikni o'rtasiga kelib qolgan bo'lsa, chunki oson kelamiz, mana aytdim, og'riq bo'lmaydi, kuchli bezovtalik bo'lmaydi. Hali shunchaki oyoq sudrab yurasiz-da, boyagiday bir yelkangiz past baland qilib, hali nima deydi, bilib qiyiz kelmay ishlarni shunchaki yurasiz bu holatda. Shuning uchun ham vaqti bilan bir yilda bir, hatto 6 oyda bir marta qon analiz topshirib turishimiz kerak deyman, shundaymi? Endi eng yaxshi chora biz nimani tavsiya qilyapmiz? Jigarni to'yintirish, ya'ni ganodermali mahsulotni. Aynan ganoexil mahsulotlar yetishtirilgan ganoderma nimasi bilan farq qiladi, qarang. Birinchidan, organik kultivatsiya. Bu nima degani? Hech qanaqa ximikat aralashmaydi, shundaymi? Faqat o'zi tabiiy narsalarga ekiladi. Va ganoderma yetishtiradigan plantatsiyalar ham bor. Kempish usulida yerga ekib teplitsalarda ham yetishtiradi. Farqini yozganman, qarang. Yetishtirishi yerda, bu 3 oyda to'liq yetishsa, bu 8 oydan 20 oygacha yetilmaydi. Endi qarang, sporasi qalin qatlammi? Bu yerda sporali miqdori juda ham kam. Tolali qobig'i ko'p, bu yerda tolalar yo'q. Va ifloslantiruvchi moddalardan xoli, chunki juda sterilli muhitda, mana Malaziya kim borgan bo'lsa bo'ladi. Qo'ziqorin o'zi tabiatdan zo'r adsorbent, xuddi gubka qanaqa shimib oladi, mana shunaqa shimib oladi. Tabiatda yetiltirganda u havodagi og'ir metallarni ham shimib, uni foydali tarafdan ko'ra zararli taraflari ko'payib ketishi mumkin. Shuning uchun ham biz Ganoexil korporatsiyasini aytadi, mana, yo'q, men ham ganoderma ichyapman, yo'q, ularni yetishtirish muhiti bilan buni yetishtirish muhiti juda ham katta. Yana bitta narsa, bu yerda aynan 6 xil organga o'xshaydi o'sadigan ganodermani 52 avlod 15 yil davomida chatishtirildi va yagona ganoderma yaratildi. Shundaymi? 6 xil ganodermadan. Demak, bizda jigarda muammoni qilishda har odatda ganoderma spora kukundan oladigan bo'lsa, bu ekstrakt olinyapti. Nisbat qanaqa ekan? 40 ga
bir nisbatda, shundaymi? Demak, har 40 kilo yoki 40 dona ganadermadan bitta olgani qanday? 1.8 dan. Va yana bitta asosiy xususiyati bu yerda nima bor? Ekstrakt. Sporali kukun boshqa. Ekstrakt nima bu, bilasizmi? Tomchi. U hujayrani qobig'iga ham shimilib, ichkarigacha kira oladi. Shu hattoki hujayraning DNKsigacha yetib bora oladi. Shuning uchun ham aynan tomchi holatda ekstrakt, chunki yuqori know-how texnologiyasida va u terapevtik, ya'ni davolash xususiyatiga ega bo'ladi. Va asosiy so'rilish xususiyati ham oddiy ganodermada qancha foiz ekan? 20%. Ganoxil korporatsiyasi ganodermasidan necha foiz? Qancha ekan? Bosmabmaslar, shu aytdim, nimaga qarab turibsizlar? 90%. 90%gina so'riladi. 90% degan, 90% hammasi erilib so'riladi. Shuning uchun ham boshqa tashkilotlarni ganodermasidan eng yuqori effektivligini, terapevtik holatini yaxshilab beradigan narsa uni yetishtirish texnologiyasi, know-how, organik kultivatsiya, u sporali kukun emas, oddiygina ekstrakt holatda eshi va uni eruvchanligi. Tushunyapsizmi? Endi qarang, asli ganodermani sporali qatlami qalin deganda bu tolali qatlam qalin degani. Hattoki mana qarang, shu darajada qalin ekan, bu 30 millimetrgacha. Shundaymi? 30 millimetrgacha. Bu tolali qatlam qalin bo'lgani uchun va u ekstrakt holatda tayyorlangani uchun tanani 3 ta a'zolar tizimiga, qaysi? Qon aylanish a'zolar tizimi, asab tizimi va nimaga? Nafas olish nerv sistemasiga ta'sir qiladi. Xo'p, ganoderma asosiy aytdimki, o'sha 3 avlod har 3 oyda 52 ta avlod chatishtiriladi qayta-qayta, shundaymi? Va bularni har biri eng ichidagi, nima deydi? Toshkentchasiga dodasi deysizlar-ku. Ana shu dodasi reshigop bo'ladi. Shundaymi? Biz endi bobosi deymiz. Jizzaxda, Toshkentda dodasi deydi, ana shu dodasi reshigop. Nimaga? Chunki yetilgan, zo'r pishib yetilgan ganoderma va 6 xil ganodermani o'sha chashtirish natijasida olingan 52 ta avlod aynan nimada? Reshigoldda hisoblanadi. Bu shunchaki oddiy reshigold emas, bir qancha sifat sertifikatlariga talabiga a'lo darajada o'ziga javob berayotgan 30 yildan ortiq dunyo aholisi tan olgan mahsulot hisoblanadi. Aynan reshigoldning nima xususiyati bor? Reshigoldning shunaqa xususiyati borki, biz aytdik boya, jigar nima dedik? Depo dedik, energiya manbai, qizil organi, qizil kategoriyaga kiradi. Aynan resh ham qizil kategoriyali organ. Kimda jigar sirroz, gepatoz, steatoz, mana yog' bosishni steatoz deyapti meditsinada. Ammo jigar bilan, o't bilan bog'liq bo'lmasa, resh sizlarga eng zo'r chora hisoblanadi. Qachondir bo'lgan, lecheniya olgansiz, hozir siz bezovta qilmayotgan bo'lishi mumkin, lekin uni qay darajada ekanini faqatgina biz qon topshirib bilamiz. Shuning uchun ham doimiy ravishda resh iste'moli tanani kislorodga bo'lgan ehtiyojini qondirgandan keyin, tana polniy kislorod bilan ta'minlangandan keyin unda nima bo'ladi? G'ayrat bo'ladi. G'ayratli insonlar doim baxtli bo'ladi, ularda stress bo'lmaydi. Demak, kulib yurgan inson shuncha uzoq yashaydi. To'g'rimi? Va agar bundan ham zo'r desangiz, super IGP mahsulotini tavsiya qilamiz. Keyingi mahsulotlar bular Raya, mana Garsinani cho'tta bosilib ketdi bu narsa. Asosiy kuchaytiruvchi mahsulotlar Rayal, Garsina, Sakana. O'tgan safar Sakana haqida rosa chiroyli ma'lumotlarni oldik. Hamma Sakana ichkisi ketdi-da, menimcha, to'g'rimi? Bu safar Garsinani ichkimiz keladi. Nimaga? Chunki eng zo'r gepatoprotektor. Hozir bitta eksperiment qilamiz. Mana qarang, men aptekadan borib, ataylab tabletka olib keldim. Ames. Ko'pchilik oshqozon muammosi bilan kelgan bu sizlarga Ames, Omeprazol juda yaxshi tanish bo'lsa kerak. Tanisizlarmi dorini? Hozir mana obedga chiqqanda olib keldik. Shuni bittasini olamanda, men kukunni ochmoqchi emasman. Sizlarga bering. Mana suv stakanda. Bo'ya solganimiz mana necha soat bo'ldi? Mana kelgandan solib qo'yganda Umida mana yordam necha soat bo'lib turibdi mana ichida Ames. Yana bitta kapsulani solaman. Endi ikkinchi suvimizga reshi berasiz. Men aytdim-a, doda mahsulotdan bitta olamiz. Buni ham eritmayman. Shunchaki tashab qo'yaman.
tushunyapsizmi? Endi qarang. Da. Ozgina tursin-da, mayli. Chunki qobig'i bilan tashadik. Ozgina tursin. Ma'lum muddatdan keyin men o'tgan safar aytdimki, hech qanaqa ximikat qo'shilmagan, hattoki kapsulani usti ham guruch kepagidan tayyorlangan dediga. Shundaymi? Ma'lum muddatdan keyin sal qoshiqcham nimadir bersangiz, tursangiz, u erib chiqib boshlaydi. Mana o'sha rangi chiqib, sal teginish kerakda bunga da. Lekin men bunda mana boya qo'yganmiz, bitta yonidagi hali mana erimagan. Soat nechida keldik? 1:30da keldikmi? Obedda mana ikkinchisini ham soldim. Shundaymi? Menga sal teginish kerakda. Devorga yopishib qolyapti. Da gapirib tursam, hozir nima qiladi? Minutiga qarab qo'yinglar. Da, qarab qo'yinglar. Ataylab hamsha eriydi deb ochar ediga. O'tirganlar uchun nimaga ustini ochdi? Demak, ustini ochmasdan, net, usti ham guruch kepagi, sizlar bilasizlar, kimda oshqozon muammo bo'ladigan bo'lsa, oshqozonda chandiqlar, yaralar, qon ketishlar bo'ladigan bo'lsa, shifokorlar nima tavsiya qiladi, bilasizlarmi? Guruchni eziltirib, tuzsiz qaynatib, guruchni atala qilib yering deydi, kokteyl sifatida ta'sir qiladi. Guruch, aves deymiz, suli, shuni kesellarini tavsiya qilinglar deydi. Shuning uchun ham bu guruch kepagidan qilingan. Da mana qarang. Mana hali minutga qo'ymasin dedi. Ko'ryapsizmi rangini? Erib Voy, yopishib qo'limga yop, o'zi mana yop. Mana bu yengil. Пожалуйста, turibdi. Men ataylab kapsulasi bilan sol. Ko'ryapsizmi? Shu darajada tez eriydi tanangizda. Mana siz ichayotgan ameziz, mana bittasi o'zi 1,5 soat bo'ldi shekilli, solib Mana qo'ydim. bunisi, mana pachorog'i, mana ichidagi ham turibdi. 1,5da keldik, solib qo'ydim. Ana o'shani sizlarga ko'rsatib Ancha vaqtdan keyin eriydi. Oshqozonda fermentlar bor, to'g'ri, bundan tezroq bo'lishi mumkin. Lekin mana bu qanaqa eriyapti, ko'ryapsizmi? O'sha farqini ko'rsatyapti. Hali hech qancha vaqtdan bo'lmay o'yladim, mayli tursin. Nimani oxirida. Nima demoqchiman? Aynan mahsulotlar nafaqat hozir reishi, hammasi ham xuddi shu holatda eriydi. Usti guruch kepagi. Shuning uchun ham erda nima deydi, o'sha sertifikatlar bergan. Eng yaxshisi biz nima dedi? Garsina dediga. Men oldin aytardim, 2 yil avval oldin har 6 oyda bitta garsina ichib qo'yinglar, so'ramasdan. Lekin hozir aytayapmanki, to'xtatmasdan ichinglar, baraka topkurlar. Chunki bizda nima bor? Nafaqat yeyotgan ovqatimizda ham toksin hosil bo'ladi dedim. Siz gepatit aniqlanmagan bo'lishi mumkin, hech qanaqa virus bo'lmasligi mumkin. Lekin shu vaqtgacha yetib kelgancha siz ovqatlandingiz va yana dash ovqatlanamiz. Biz energiyani tashqi muhitdan olamiz. O'sha yeyotgan ovqatimizdagi zaharni filtratsiya qilish uchun va jigarga kerakli oziqa yetarli berib tozalab tursagina u boyaga vitamin A ni, B12 ni, vitamin boshqa nimalarni sintez qila oladi. O'zining funksiyasini 500 dan ortiq funksiyani qila oladi. Atak bular yetarli bo'lmasa nima qilmaydi. Shuning uchun ham endi qarang, garsina yaxshi ishlash uchun oldin qora kofe bilan deb yozilgandi, lekin men o'zgartirdim, chunki o'zimni praktikamdan latte, dark latte va kordi bilan iste'mol qilganda garsinaning effekti 5-10 barobar kuchayadi. Nimaga? Chunki latteni bilasizlar, eng zo'r organizmni ortiqcha suyuqlikdan tozalovchi mahsulot hisoblanadi. Ichimliklar ichida to'g'ri lecheniya qilmaydi, lekin zo'r yordam beradi. Kimda peshob yig'ilyapti, yaxshi peshobga kelmayapti, kimda o'pkada suv yig'ilyapti, kimdir jigari уже shishib, suv yig'ib kattalashib boshlaydi oxirgi bosqichlarda, shundaymi? Dark latte ichida ozgina qora kofesi bor. Va plus kordi nimaga qo'shyapmiz? Chunki yallig'lanish. O'sha jigarda tinimsiz mana kuchli yog'li ovqatlarni berish ham jigar to'qimalari mana setka bo'ladigan bo'lsa, orasiga yog'larni so'rilishga sababchi bo'ladi. Tinimsiz yog'larni so'rilishi jigar hujayralarini normada ishlashiga qo'ymaydi va erda xuddiki idish-tovoq yuvadigan gubkamiz bor. O'shanaqa gubkaga o'xshagan narsalar paydo bo'ladi. Eslab qolishlaring uchun aytayapman, как mochalka. Uni orasida jigarni funksiyasi bo'lmaydi. Mana shunday holatda o'sha yerda yallig'lanish bo'ladi. Aynan korzi o'sha jigardagi gepatosit hujayralar deyiladi. Shuning uchun ham jigar virusi gepatit deyiladi. O'sha yallig'lanish o'choqlarini yo'qotish uchun latte, dark latte, qora kofe bilan, chunki qora kofe kuchli tozalovchi. Agar jigarda qotish allaqachon fibroz shakllangan bo'lsa, chunki tekshiruv buni ko'rsatadi, yurganda buni sezmaysiz, jigari qay darajada qotganini. Va bu o'sha
mahsulotlarida juda chiroyli effekt beradi o'sha yallig'lanish o'chog'ini yo'qotish uchun. Endi qarang, tavsiyalar. Mayli siz ichdingiz, garsini ham ichdingiz, men aytgandek lateni ham ichdingiz, dark lateni ham ichdingiz. Lekin biz natijani effektini 20 baravardan 50 baravarga oshirish uchun yana bitta qo'shimcha tavsiyalar bor. Bu nimalar? Hamma muammolar nimaga asoslangan deyapti? Qo'rquvga asoslangan. Shu gapga qo'shilasizlarmi yo'qmi? Aytishingiz mumkin. Yo'q, men hech narsadan qo'rqmayman, doktor, hozir uyda ishlayapman men deydi. Bir vaqtlar qo'rqaman. Hozir qo'rqmayman, xo'jayinimdan ham deydi. Bir vaqtlar qo'rqaman, hozir zo'r bo'lganman, Xudoga shukr deydi. Lekin o'sha holatda ham qayerdadir bir joyda bizda qo'rquv bo'ladi nimadandir. Nimadir bo'lib qolishidan qo'rqamiz. Nimadir bo'lib qolishidan qo'rqamiz. Agar sizda bu qo'rquvlar ko'payib ketayotgan bo'lsa, bilingki, jigarda yetishmovchilik kuchayib boryapti. Tushunyapsizmi? Qo'rquv nimadandir. Nimadir bo'lib qolishidan, yo bolamizga nimadir bo'lishidan, nimadir-da, xullas, bir analiz qiling, miyangizdagi fikrlarni bir hammasini dasturxonga chiqarib tashlangda, ichidan qo'rquvlarni olib, keyin yig'ib yana solib qo'ying kallangizga. To'g'ri, bu oson narsa emas. Tushunyapsizmi? Hamma narsa qo'rquv, stressdan kelib chiqadi deymiz. Shundaymi? Endi qarang, mana bu narsani yo'qotish uchun nima qilamiz? Asosiy narsa, siz ichyapsiz, latte, dark latte mahsulotlar yordam beradi. Даже reishi ham kerak. Shundaymi? Kayfiyat kerak, kulish kerak bo'ladi. Yo'qda doktor o'sha kayfiyat ertalabdan turib hamma asabimga tegadi. Yo'qda o'sha kayfiyat sizga aytish oson. Qanday kuladi mana bunaqa bo'lsa, bunisi bunaqa bo'lsa, kissamda bir so'm pulim bo'lmasa, hech kim menga pul bermasa, kulayveramanmi shunga? Kulayver deyman. Nima puling bo'lmasa? Zato meni ko'rayotgan ko'zing bormi? Ha, yalang'ochmisan, ustingda kiyiming bormi? Bor. Shunaqa oilalar borki, aka-ukalar almashib kiyib ko'chaga chiqadigan bor, hozir ham shunaqa insonlar, shunaqa oilalar. Qayerdandir qotgan nimaga musulkadagi nonlarni olib quritib boshqatdan ishlab berib yeydigan insonlar. Shundaymi? Lekin biz nima qilamiz? Jahl qilamiz. Kimdir nimadir bizga должен-da qilib berish kerak. O'zing 4 muchang sog' bo'lsa o'zing deydigan inson yo'q. To'g'rimi? Shuning uchun ham har qanday holatda kula olmayapsizmi? Boshqa bo'lyaptimi? Demak, birinchi ichaklarni klizma qilib kelamiz. Borib, ikkinchi o'zimizni bor narsamizdan shukronaligi hissini olishimiz kerak bo'ladi. Va bu yerda bitta narsa borki, suv iste'moli. Iste'molni to'g'rilash kerak. Haftada bir kuni o'zingiz uchun dam olish kuni deb e'lon qiling. Dam olish kuni desa, ayollar ko'p tushunadi, pulni olib bozorga borib mazzab kiyin desa dam olish. Yo'q. Pulni qo'llaring yetmaydigan joyga qo'yib qo'yinglar. O'zlaringkini ham, yashirgan yushirganlaringni ham, xo'jayin berganni ham, hammasini. Dam olish kun degan bozorga aylanishgan, bozorda odam dam olmaydi. Tim bo'l jigar nagruzkada yuradi u payt. Tushunyapsizmi? Dam olish degani xaridsiz kun. Va bu kunda siz boy bo'lish uchun emas, yoki nimadir mavqega erishish uchun emas, prosta o'zingiz yoqadigan bitta mashg'ulotni topib oling. Kimdir to'qishni yaxshi ko'radi, kimdir rasm chizishni yaxshi ko'radi. Kimdir shunchaki yalpayib yotib olib qo'shiq eshitishni yaxshi ko'radi. Kimdir mazza qilib sakrab o'ynashni yaxshi ko'radi. Vot yana nimalardir men bilmayman. Tushunyapsizmi? Masalan, men kayfiyatim yaxshi bo'lsa, qora qalam olib, uchi ingichka chiroyli rasm chizaman. Shunaqa. Rasm chizishni yaxshi ko'raman. Oldin to'qirdim, hozir rasm chizishni yaxshi ko'raman. O'sha rasm chizgim kelsa, u hech narsa qilmayman. Shunchaki o'tirib rasm chizaman. Tushunasizmi? Mana bu holatda nima bo'ladi? Sizga yoqadiki boyaga mashg'ulot. Yo kimdir nimadir sozlashni yaxshi ko'radi, buzib, o'tuklarni buzib tashab, yana qaytadan qilib nimalardir-da, to'g'rimi kimdir? Mana shu holatda inson o'zi yaxshi ko'rgan ishni qilyapti-ku. Jigaram xursand bo'ladi. Necha yildan beri kutaman, xo'jayinim shunaqa bir yayrab ish qilishini deydi. Tushunyapsizmi? Bu prosta hobbi ish emas. Va haftada bir kun avval aniqlab oling, sizga nima kerak. Nimani yaxshi ko'radi, qaysi ishni va bu yerda manfaat yotish kerak emas. 4 so'm pul ishlasam, shu kuni nimadir qilsam, yo'q. O'zingiz xohlang. Kimdir sayr qilishni yaxshi ko'radi.
Kimdir gul ekishni yaxshi ko'radi, kimdir огородda ishlashni yaxshi ko'radi, to'g'rimi? Demak, mana bu narsani oling. Shundagina bizani jigarimiz kayfiyati bo'lsa, bizani yuzimiz kuladi. Tabassum bo'ladi. Va eng katta narsa hozir yozmadim, uni chunki juda ko'p aytaman, siylay rahm. Bizning jigarlarimiz bor. Opamiz, ukamiz, akamiz, shundaymi? Ulardan xafagarchiliklari kechiring. Xafa ham bo'lmang, xafa ham qilmaslikka harakat qiling. Agar sizda jindaygina shunga nisbatan, balkim jigaringiz emasdir, yaqin ko'rgan dugonangizdir, qanaqadir oshnangizdir yoki 40 yil birga yashagan insoningizdir, to'g'rimi? Birda qo'pol gapirib, xafa bo'lib qoladi, qoshlarimiz chimirilib qoladi o'zidan o'zi. Mana bunaqa bo'ladigan bo'lsa ham biz o'shani kechirishimiz kerak. Siz qancha g'am, g'ussa olib yuradigan bo'lsangiz, shu nimadir sizni asabingizga tegdimi, shunchaki qabul qiling. Falonchi qayerdadir sen xato qilding, shuning uchun shu tarsaki senga tegdi, shu qizil kartochka senga. Endi radarga tushmaslikka harakat qilamiz, darsni davom etamiz. Bilasizlarmi? Sizni xafa qilgan insonga chiroyli kulib borib, tirjayib boring. Vajohat bilan kelgan insonga shunday qarab, "Voy, jahli chiqsa bir ham chiroyli bo'lib ketar ekansiz" deb qo'ying. Jahli chiqqan odam o'zidan o'zi tabassum qiladi. To'g'ri, seni o'xshab ham bo'lmaydi deydi. Nimaga? Chunki kayfiyat kerak hamma narsaga. Jigaram 101% kayfiyat bilan ishlaydigan organ. 101%. 99% emas. Tushunasizmi? Biz shunchadan nima qilishimiz kerak? Har bitta a'zolar eng birinchi kimda o'sha jigarda patologiya bormi, juda ko'p vazifalarni o'ziga olgan va o'zini unutib atrofdagi insonlari bilan ularni hojatini chiqarish bilan yillar davomida o'zini unutib yashagan insonlarda jigar patologiyasi bo'lar ekan. Tushunasizmi? O'zini unutib. Shuning uchun o'zi to'g'rimi, zo'r bo'vang hammadan demayapman. Normada o'zimizga ham hech bo'lmasa bir kun vaqt ajratsak juda ham yaxshi bo'ladi. Shundaymi? Ertalab, kechqurun vaqt ajratadigan bo'lsak. Endi qarang, har bitta narsamizda eng zo'r yana bitta zo'r mahsulot bu super IGP. Endi bu 80 ga 1 nisbat dedik. Bu 40 ga 1 nisbat emas, faqat juda kuchli terapevtik ta'sirga ega bo'lgani uchun bizda o'sha O'rta Osiyoda yagona Gano RT klinikasida bu tavsiya qilinadi. Eng zo'r ganoterapevt shifokorlar bilan. Marhamat, bularni ham profilaktika shart emas. Sizda bir yonib ketadigan diagnoz qo'yishi profilaktika uchun bittadan ichsangiz ham 1 yilda 3 oy ichib qo'ysangiz, sizda chunki ularga nisbatan juda ham ta'sir effekti katta bo'ladi bu narsani. Va hozirgi paytda klinikani borligi, o'sha mana Kambodjada juda katta statsionar klinika bor, o'sha Kambodja qirolligini tashabbusi bilan ochilgan klinika. Bu klinika 100% o'sha Gano mahsulotlar bilan lecheniya qiladi. Ovqati ham shu, dorisi ham shu, ukoli ham shu, mana shu. Va juda og'ir kasallar bilan ishlaydi. Va bizdagi klinika bu faqat tekshiruv klinikasi, bu yerda statsionar yo'q. Lekin Allohga shukrki, shu klinika bo'lgani uchun ham biz super IGP kapsulasini ichishga muvaffaqmiz. Klinikasi yo'q davlatlarda, mana 28 yil forumga borganlar biladi, boshqa davlatlar talashib IGP olishdi dedi. Chunki ularda klinika yo'q, ganoterapevt shifokor yo'q. Ularda bu mahsulotni ichishga imkoniyat yo'q. Aynan biza shu klinikamiz bo'lgani uchun ham nimaga nimamiz? Ana shu super IGP kapsulasini ichganmiz. Endi qarang, mana buni qaraymiz. 10 minut o'tdimi? Mana sizlarni sevib bir vaqtlar ichgan yoki ichayotgan omeprazol mana turibdi. 2 soat oldin tashalgani ham turibdi. Mana bizani reyshimiz. O'zi ham erib, usti ham erib ketdi. Ko'rdingizmi? Hali ham bu mana. Men ochmadim kapsulani, chunki aytgandim juda tez eriydi deb. Xohlaganlar da aytdimki, og'zingizda agar ko'proq suv bilan ichmasangiz yopishib qoladi tomog'ingizga dedimi? Buni qarang, men bittasi soatlab endi sali eriganday bo'libdi usti. Tushunyapsizmi? Buni qarang. Ko'ryapsizmi? Mana shuni o'zi ham shuning uchun ham aynan Gano Excel korporatsiyasi mahsulotlari, Ganoderma mahsulotlari. Bularning terapevtik ta'siri juda kuchli. Ta bu erib boraman degancha buni usti nimadan qilingan bilmaysizki, sintetik tolab, to'g'rimi?
Bunda qanaqa ta'sir effekti juda ham kuchli va hujayrani shuning uchun ham mana detoks qilish kerak degan narsa eshitilyapti hozir. Nima degan detoks? Tozalash. Endi tozalanganda qarang, любой narsa bilan mana detoksli kokteyllar bor, detoksli napitkalar, ichimliklar, damashni tayyorlang. Lekin biling, o'sha tayyorlayotgan narsangiz ham u dorilar bilan yetishtirilgan mahsulotda ular. Siz nima ichiga solayotgan bo'lsangiz, nima uni kofemokadan maydalab, nimani uni kokteyl qiladigan bo'lsangiz, hammasida toksin modda bor, shundaymi? Endi bu detoks qiladi hujayra darajasida. Hujayra darajasida shunchaki ichakda emas. To hujayrani qobig'igacha kirib borib, aslida birinchi musor hujayrada to'planadi-ku. Hujayrada to'plagandan keyin u to'qima, keyin organ holatda bo'ladi, tushunaymi? Shuning uchun ham har bitta narsa, bitta keyin jigarni zo'r asraydigan narsa bu jahl qilmaslik. Agar siz qancha jahl bo'lib, qancha g'azab bo'lib, qancha bir qoshingizni baland, bir qoshingizni past qilib chimirilib, hammaga zahr sochib yuradigan bo'lsangiz, jigarni yonida nima bor? O't qopi bor-a? O't qopi qiyshiq ekan deydi. O'zi aytib qo'y, o't qopi o'zi, o't qopini yo'li o'zi qiyshiq bo'ladi u. Tuzilishi, anatomiyasini любой internetga kiring, o't qopi deb yozing, u to'g'ri tushmaydi, u manga aylanib tushadi. Endi qiyshiq degani u boyagi normal holatdan ham shamollash natijasida buklanish darajasi yuqori bo'ladi. Endi o't qopi, endi keyingi darsda men tushuntiraman deganda, qayerga ochiladi? 12 barmoq ichakka. Lekin o't qopi o'sha kanalga oshqozon osti bezini shirasi ham ulanganda, ular bitta bo'lib 12 barmoq ichakka quyiladi. Tushunasizmi? Shuncha aytdim, agar oshqozon osti bezida muammo bo'ladigan bo'lsa, qandli, qandsiz, pankreatit, nimadir, u bilingki, o't qopi jigar bilan bog'liq. Agar stress bo'ladigan bo'lsa, o'sha tushadigan kanal qisilib qoladi. Keldi suyuqlik, oshqozon osti bez shirasi ham keldi. Siz jahl qilib kim bilandir maza qildim, bopladim dedingiz, lekin o'zingiz dabdala bo'ldingiz. Chunki mana u qisilib qoldi-da, kelgan o't qopi 12 barmoq ichakka tushmasdan u qaytib ketdi yana o'tga. Tushiribsiz? Bu voqeani kechqurun kelib kimgadir aytib berasiz, yana qisiladi. Ertaga chiqib ishkor bo'lib yana aytib berasiz, men palonchani bopladim, men shunday dedim, palonda qildim, pistonda qildim, yana qisiladi. Shu voqeani bir oy ham, undan ko'p ham aytib yurasiz. Aytasizmi yo'qmi? Ayting, tan oling. Aytamiz-ku. Bu sho'rlik ishlab chiqaradi, qaytib ketaveradi, ishlab chiqaradi, qaytib ketaveradi. Nima bo'ladi keyin? Qo'yilib qoladi. Tushunyapsizmi? Siz o'ylaysiz, mazza qilyapman ichkarida o'ylab, o insofing bormi? O'zi bitta narsani necha marta aytish mumkin deydi. Nima bo'ladi? Jahl bilan ovqat ham yeyapsiz-da, o'sha payt ishtaham ochilib ketadi 80% inson. Ovqat nima bo'ladi? U qaytib ketyapti-ku, bu ovqat shunchaki achiydi u. Shunchaki bujg'iydi. Undan keyin qoningizdan bo'ladi. Keyin siz nastoyashi nevroz bo'lasiz. Nimaga? Chunki ichakka farqi yo'q. Ichida u achigan ovqatmi, bijigan ovqatmi, toza ovqatmi, u qonga o'tkazib yuboraveradi u. Nima bo'lsa ham o'tkazib, ichakni vazifasi ichidagi narsani o'tkazib berish. Va bunaqa ovqat achigan, bijg'agan ichakda gijjalar mazza qilib yashaydi, shar ko'tarib, uvali-juvali bo'lib, to'y qilib yashashadi. Oddiy qilib, qo'polroq qilib tushuntiryapman, shu eslab qolishlaring uchun. Tushunyapsizmi? Endi boyagi o't qopda turib o'qimga, tuzga, toshga aylanadi. Assalomu alaykum. Endi u pриступ beradi, sizni o'tingizni olib tashlab tosh bilan. Vaholanki u dum umurtqasi emas yoki appendisit emas, u ishi bor uni. Ma umurtqa pog'onasida 4-5 ta dum umurtqasi bor. Sinib qo'ysa olib tashlaydi. Bo'ldi. Dum umurtqasiz ham yashayveradi odam, uni funksiyasi yo'q. O'tirganingizda botmayaptimi hech narsa? Botmayapti, bu funksiyasi yo'q, bizga zarari ham yo'q, foydasi ham yo'q. Lekin o't qopini juda kuchli funksiyasi bor tanada. Tushunyapsizmi? O't olib tashlagan bilan uni yo'llari jigarda qoladi. Endi jigar aytadi, o'tni olib ketdi. Endi o'tni ham ishini bajarishim kerak. Siz hali yuribsiz, 6 oy avval urushgan insoningiz bilan hali shu bilan zavq-shavq bilan bilmayapsiz, o'z manzilga qirib ketib borayotganingiz. Shuning uchun men aytamanki, hamma narsa, ayniqsa jigar, bu kayfiyat bilan bog'liq narsa.
jigaringizga ertalab turib, men jigarimni sevaman. O't qopini yaxshi ko'raman. Asallarim, men umrim oxirigacha xizmat qilinglar. Bilaman, xizmat qilasiz va men savob ishlarimni chiroyli qilib bajaraman. Har bitta tanaga mehr kerak bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kimda natijalar bor yoki savollar bor? Kim natija olgan jigardan? Onlaynchilik ko'paytirdi. Natijalar olganlar bormi jigardan? Beriksiz galma gapmiz. Homilador bo'lganimda gepatit chiqadi-da. Emizikda chiqadi. Emizik bo'lganidan keyin tushirganida chiqmagan. Bunda hozir yana chiqdi-da gepatit. Bolangizdanmi, o'zidan? Endi qarang, bitta narsani aytaman, organizm shunaqa bir mo'jizaviy narsada ba'zida tibbiyot ham qoladi. Chunki tanani Alloh yaratgan va sizda homilador payti gepatit C ko'rinmayapti. Chiqyaptimi? Homilador payti. Homilador bo'lmaganingizda bitta joyga topshirasizmi analizni yo har xil joy? Нет, вот siz bitta joyga topshiring-da. Bitta narsa. Agar o'shanda ham mana shunday har xillik bo'ladigan bo'lsa, organizm homila bo'lgandan keyin xohlaysizmi yo'qmi, butun boshli organizm sirik tana sizdan oladi. Nima? Organizmda zaiflashish bo'ladi. Tushunyapsizmi? Mana hozir yana bitta temamiz bor, keyingi oylarda mana osteoporoz suyak nimasi bilan. Juda xavotirli narsa o'spirin qizlarda osteoporoz aniqlab. Men aytdim, o'spirin qizda osteoporoz bo'lsa, u ertaga qanaqa qilib ona bo'ladi? Xuddi shu holat. Sizda organizm zaiflashgandan keyin gepatit C maza qiladi. Viruslar organizm zaiflashganda ular ko'payib boshlaydi. Tushunyapsizmi? Mana birda axlat topshirasiz, gijja toza deb topshirasiz gijja. Men aytdim, u xato. Chunki gijjalar ko'payadigan vaqtida analiz topshirsa gijja chiqadi. Ko'paymayotgan paytda analiz toza chiqadi. Tushunyapsizmi? Xuddi shu holat sizda bo'layotgan bo'lishi mumkin. Lekin o'shani aniq bo'lish uchun bitta laboratoriyada topshirish kerak. Bitta joyda. Tushunyapsizmi? Qanaqa mahsulotlar tavsiya qilasiz? Gepatitda Gana plus, Excel plus emizikli bo'lsangiz, bo'lmasangiz Garsina tavsiya qilinadi. Va ichimliklardan latte, darxlat. Xo'pmi? Bolangizga ham bu narsa sutiz orqali emizsangiz juda yaxshi effekt beradi. Va keyingi etapda Gold seriya обязательно. Rahmat. Kimda savol bor? Gepatitda butunlay tuzalib ketishi iloji bormi deb savol berishdi. Qancha vaqt? Gepatit qaysi formasi? Qancha vaqt? Уже yetishmagan. Agar A forma bo'lsa, bunda 100% bor. Gepatit B biroz injiqroq bu forma, lekin mahsulot tufayli o'sha kimgadir 6 oydir, 8 oy tavsiya qilinganda yoki 5 oy tavsiya qilganda mahsulotlar boya aytdilaring, mana spesialni butun soldim, eruvchanlik yuqori, shu darajada jigarimizni, ya'ni laboratoriyamizni tozalab kerakli narsa bilan to'ldirib beradiki, gepatit virusini inkubatsiyasiga yo'l qo'ymaydi. Ya'ni rivojlanishiga yo'l qo'ymaydi, sirrozni ham. Agar sirroz bo'lganda ham buni chiroyli, chunki o'zim praktikamdan 3-bosqichdan 4-bosqichga o'tib, fibroskan 27 ga yaqin edi. Xola juda ham tushkunlikka tushib qolgan, chunki bo'ldi, boshqa yo'l qilolmaymiz. 8 yil davomida gepatit B ga lecheniya olgan Jizzaxda. Juda tushkun holatda keldi. O'sha назначение qilganimizda ham e'tibor ham qilmadi. Chunki stressda o'ziga yo'lni tayyorlab, manzilga pechatlarni bosib qo'ygan, o'ziga o'zi qora chiqarib. Shunda juda chiroyli natija qildik. Biza o'sha 3 oyda 19 ga tushib, fibroskan 19 ham juda katta son. 6 oyda 13 ga tushib fibroskan, undan keyin dars ishdi va hayotga qaytdi bo'yingiz. Tushunyapsizmi? Chunki mahsulot eminni o'sha biriktirishda o'qimadi, viruslar bilan ishlaydi. Mahsulot laboratoriya. Aytdim-ku, jigar. Qayerda muammo bo'lsa jigar bilan bog'liq. Mana shunaqa holat natija bo'ladi. Faqat oxirigacha borish. Gepatit D kasalligida qaysi mahsulotlarning effekti yaxshi? Endi men manavdan yaxshi demayman, chunki bu bosh og'riq, bu quloq og'riq demaymiz. Mahsulotlarni o'sha korreksiya qilib ichish kerak. Hammasi ham yaxshi mahsulotlar. Agar avj olgan holatda bo'lsa, Gana plus, Excel plusdan bo'lmasa, Gold seriyadan boshlab ichish kerak. Faqat davr kerak. U kasallikka ma'lum muddat kerak. 3 oydan 6 oygacha vaqt kerak. Lyamblakka qarshi nima qilsa bo'ladi? Lyambla gijjani eng injiq turi lyambla.
organizmda mana uzun lentasimon gijjalar bor, ulardan qutulish uchun osonroq lambalarga nisbatan. Lambalarni organizmda polniy limfalar bilan ishlash kerak. Limfalar toza bo'lsa, organizm o'zi organizmda ishqoriy muhit. Yana bitta hozir tajriba qilamiz. Mahsulotda lambalardan ham qutulish imkoniyati bor. Faqatgina ovqatlanishga juda ham yaxshi e'tibor qilish kerak bo'ladi. Mana gijjalar yashaydigan, yaxshi ko'radigan narsalarni ma'lum vaqt yemay turish kerak. Shirinlikmi? Shirinliklar, o'sha go'sht tavsiya qilinadi, bu cheklanadi nimada. O'sha klizmalar bilan tozalovchi klizmalar bilan birga olib borganda juda yaxshi effekt bo'ladi. Mahsulotdan o'sha korreksiya bilan ichiladi. Agar kuchli bezovta qilmayotgan bo'lsa, kuchli dozada beriladi. Bir kunda 12 tagacha kapsula tavsiya qilinadi. 3 tadan 4 mahal, 4 tadan 3 mahal. Yuvib ketadimi ular bilan? Men darsini aytayotganda o'zim aytyapman, lekin ana aytganingizni soat 10da desa juda yaxshi bo'ladi deb 2 donada. Shunchalar hozir tanamda qichish paydo bo'lgan, agar boshqa chidamaydi qichiganiga. Shu vaqtgacha ham ichib yurgansiz, lekin to'g'rimi? Qancha vaqtdan beri gaplashasiz? Yonida 3 yil bo'ldi. 3 yil bo'ldi, ko'rsiz. Mana endi sizda qichish boshladi. Nimaga? Bilasiz? Chunki immun jigari detoks paytiga yetayapsiz. Endi Jigar endi chiqaryapti toksinni. O'zim ham shu anaqa ketyapti deb o'ylayapman. Mana aytadiki, voy shuncha ichdim, mana yana bezovta qildi. Buning uchun yo'q, siz soatini bilib ichgansiz, to'g'ri, qaysidir effekt, lekin har bitta organ soati. Korreksiya muhim. 10da deb nimaga aytyapman? 10da uxlang deyapman, 10da o'yilib ketsa ham yoting deyapman, telefonni yig'ishtiring deyapman. Shunda 10da jigar bismillah deb o'zini tozalab boshlaydi, o'zini yuvib tarab, hali yangi mashina olsa ermakka yuvaveradiki, bor yangi narsangiz avvalab yoqqa yashirasiz. Xuddi mana shunaqa jigar o'zini tozalab boshlaydi. Siz yotmaysizmi, yurasizmi, ovqat yeysizmi, uxlamasangiz siz 20 millionlik mahsulot ichmaysizmi, jigar vaqtida ichmagansiz. Shuning uchun qichishishga qarshi uni bosadigan mazlarni qilmaymiz. Sochoqda issiq qilib, nimaga qo'l kuyadigan qilib yaxshilab artamiz. Chunki issiqqa teshib terni poralari ochiladi, toksin chiqib ketishi kerak. Yordam bering uni chiqib ketishiga. Issiq sochoqlar bilan butun tanangizni arting. Vaqti-vaqt bilan. Men kecha sovun bilan yuvdim. Klen sovun bilan. Birinchi artib olib, keyin klen sovun bilan yuvsangiz yaxshi. Chevering, agar juda qichishish ko'payib, yaralar, toshmalar bo'ladigan bo'lsa, gazdan dozazni kamaytiring. To'xta. Yo'q, toshmaydi. Sizda endi tozalanish faqat qichyapti. Chunki vaqtiga ichib boshlaysiz shunaqa. Rahmat. Savol yo'qmi boshqa? Anaqa bor. Oyoqlar ko'zda shishgandan bo'lishi mumkin. Savol onlayn Endi qarang, ko'zlarning shishi ko'pincha ko'zga infeksiyalar tushishi natijasida ham tashqi muhitda hozir infeksiya ko'p, bu shishib ketishi mumkin. Allergik holatdan ham ko'z shishib ketishi mumkin. Ko'zdan surunkali kasalligi bo'lsa ham ko'z ishishi mumkin. To'g'ri, endi bu jigarga ham bog'liq. Chunki ko'zning funksiyasi jigar bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ham jigar qancha toza bo'lsa, mana nimaga yoshlarda zreniya bilan bog'liq muammo ko'p. Nimaga oldin bobolarimiz achki taqqan momolarimiz hozir bolalar achki taqadi. Hali maktabga bormaydi, go'daklar achkida. To'g'rimi? 3 yashar, 5 yashar. Nimaga? Jigar. Yurgan yo'lda kola beradi, chipslar beradi. Bu narsa, даже butilkasiga kolani berib ichadigan onalar bor. Bu bitta bo'ladigan bo'lsa, bitta holat qarang. 6 oylik bola agar u janjal qiladigan bo'lsa, nima qilishyapti bilasizlarmi? Eng og'riqli qilasi telefon berib multipop qo'ygan. Ana shunaqa. 1,5 yosh bo'lgan, mana qo'li bilan doq so'rgan. Yo'q, 1,5 yosh boshqa 6 oylik. 6 oylik. Endi tasavvur qiling, uni ko'zi ko'ryapti, ekran birinchidan nurlanyapti. Shunday ko'zi holati jigar bilan bog'liq, xolismi yo'qmi, jigar intoksikatsiya bo'ladi go'dak. Ertaga unda ichak bilan bog'liq muammo barib kelib chiqadi. Agar u kesarva bilan tug'ilgan bo'lsa, вообще там problema ko'payadi. Nimaga? Tabiiy bola tug'ilganda ginekologiya bo'lib ketmashi kerak. Tug'ilganda o'sha ichakdagi axlatlarni yutib tug'iladi. Bitta narsani aytay. Yutib tug'ilgandan keyin bola o'sha nimaga infeksiyaga nisbatan tanada immun tizimi shakllanadi. Tushunasiz?
endi uni kestirib qildi, oldi qo'ydi. U uni yutmadi. Qorni ko'p dam bo'ladi. Bola to moslatguncha ichak bilan bog'liq muammo. Bu tabiatan. Har bitta jarayonni Alloh o'zi chin qo'yibdi, biz shedan yo'l olib qo'ygan. O'rtasdan. Ha, og'zi ochiqdan ichak muammosi ko'p bo'ladi chiqadi. Keyin o'zini tiklab ketguncha vaqt kerak-da. Qachon 2 yoshgacha unda ko'p bo'ladi. Qonidan bo'ladi, hazm bo'lmaydi. Xullas mana shunaqa narsa. 20 yosh qiz burni anaqa og'zini ochib qo'ydi, keyin burnidan shamollaydimi, suvoquradi. Tekshiruvga da yesin hozir ko'p. Ya jinoyati bor, ya nimadir polip bor burnida, iltam nimadir shamollash bor, surunkali. Birdaniga bor. Iltam tug'ma ham bo'lishi mumkin hozirgi holatda. Tekshiruvdan o'tsa nima bo'ladi? Yo'qmi? 10-11 yoshli bolaga jigari yog'lansa, unda qanaqa belgilardan qilish mumkin? Hozir men tepada ko'rsatdim, yog' bosishda, jigarda yog' bosishda aksariyat bunday eng yomoni og'rimaydi-da, tushunyapsizmi? Ovqat hazm qilish qiyin bo'lib qoladi. Qorni dam bo'ladi ko'p. Endi juda ham jirovoy gepatoz bo'lsa, terda muammolar bo'lishi mumkin. Atak hazm jarayoni buziladi yog'li nimada. Endi yana bittasi sibirskiy здоровье batlari bilan, gana mahsulotlari bilan qo'shib ichsa zarari yo'q. Yo'q. Siz raz gano ichadigan bo'lsangiz, boshqa batlarni keragi ham yo'q o'zi. To'g'ri, sibirskiy здоровье men yomon demayman, chunki ganogacha men o'zim rossiga foydalanganman. No batlardan bitta nosi bor, unda peridozировка bor. Dozani oshirganingizda sizda nojo'ya diskomfortni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun agar ichmayotgan bo'lsangiz, unda пожалуйста, lekin qo'shib ichganda ham hech qanaqa zarari yo'q uni. Faqat dozani oshirib yuborish kerak emas. Faktiski dozani hech kim ayta olmaydi batda. Dozani hech kim aytmaydi. Buni bilishda ham iloji yo'q. Kimga qancha doza kerak degan holat ayta olmaydi. No o'zi mahsulotning ichida hamma narsa bor. Ganodermani ichida, shuning uchun ham ilohiy, shuning uchun ham bu tengi yo'q. Imna gano egzelda hozir farqini tushuntirishga harakat qildim. Eda qanaqa xususiyatlar bor. Homilador kelin yo'tal bo'lgani uchun больницаga tushib qolibdi-da, keyin vrachlar tekshiruvda bu koronavirusni asorat deyishdi. Ana o'shanda qanaqa vaqt o'tib, mana shunday bu yuzimda yozdilar immunitet onlayn. Homilador bo'lsa, yo'tal bo'lsa, COVID asorati bo'lgan bo'lsa, homiladorlikka ertaga bolada ham nimadir patologiya bo'lmasligi uchun tuqquncha, hattoki tuqqandan keyin ham ichish kerak. Latte ichish kerak albatta. Bu Flexshino tavsiya qilgan bo'lardim bu homiladorga. Reshigold, Exelimgold tavsiya qilgan bo'lardim. To'g'ri, kordi ham kerak. No hozir agar obstruktiv qo'zg'algan paytda bo'lsa, kordini keyinroq yo'tallar to'xtagandan keyin sekin-sekin qo'shsa bo'ladi. Reshigold, Exelim bolada yo'tal bo'ladigan bo'lsa, ertaga homila turgan suv ham loyqalanadi, ifloslanadi. Bolaga kelayotgan oziqa ham ifloslanadi. Bolada ham nimadir patologiya bo'ladi. Da tushish xavfi ko'p bo'ladi, boshqa holat ko'p. Shuning uchun ham Reshigold, Exelimgold, Latte, Flexshino tavsiya qilgan bo'lardim. Choy kamroq choy ichsin. Shu. Bo'ldimi? Savollar yo'qmi? Nimadir aytadigan savollaringiz bo'lmasa, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugun nimadir oldilaringizmi? Nima oldilaringiz? Energiya oldilaringmi-da. Jigarni asrashda eng oson va sodda yo'l. Masalan, juda ham oson yo'l aytdim. Aslida qilish oson, lekin ba'zida biz chiqib ketib qolamiz. Shuning uchun hali birovni urushib maza qildim degandan qochinglar. Lesh bu o'zlaring urushmasdan maza qilib yurishga harakat qilinglar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ertaga onlayn и врачебный тренинг. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.